Qirg'iziston vet aptekachilar. Mana girbitsid, o'ta yaxshi girbitsid, kontaktli girbitsid. Qirg'izistonlik bog'bon dehqonlarga sunish bergili, olib eksperiment qilib ko'rgili, sotinglar. Imенно mana dillerda nomerini qo'yib qo'yamiz, dillerda. O'shundan telefon qilib olib eksperiment ham qilib ko'rgili, ozroq qilib. Keyin boshqa dehqonlarga bergili. Bu kontaktli girbitsid. Biz hozir mana boqqa keldik. Imенно mana girbitsidnikda eksperiment qilib. Bu ozroq qo'yiqroq ekan, ko'raylikchi girbitsidnikda sepsa qanday bo'ladi ekan. Bu ham eksperiment qatari mana hozir qo'ydik, mana ko'p. Ozroq mana qo'yiqroqda boshqa glifosatlarga o'xshab qaraganda. O'shaga biz mana qilsa bu tuman qilib qoladi ekan, o'sha eksperiment uchun mana daraxtlarni mana bog'dan ko'rsat, o'rtasi chovulgan, emi mana cho'ptar emi chiqyapti. Mana maytlarni ko'rgan. O'sha uchun mana cho'ptar ariqlarni ichiga chachib ko'raylikchi, mana qaysicha darajada chachadi. No, Ryanetsda anda suvlikda chachdik, o'ta effekt zo'r bo'ldi. O'sha uchun telefon nomerlarini qoldiramiz. O'sha dillerga chalib, suylashib olsanlar bo'ladi. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, ishlaringizga igilik, cho'ntaklaringizga Alloh baraka bersin. Vet aptekachilar ham birgalashib, bir yaxshi preparatlar bo'lsa, bir-birlariga sunish berib ishlashni boshlaylik endi. Sog' bo'linglar, ishlaringizga igilik.